Assalomu alaykum hurmatli podpисчиклар. Bugungi videomuz qisqacha ishimiz haqida bo'ladi. Xudo xolasa, nov ishladik, nov qo'ydik. Tushuntirib berib ketamiz. Endi yana ustalar ishlayapti. Hormanglar ustalar. Yana kelaverasizlar. Endi buni kolonni bu yoqda divol bor edi, divolni olib tashladik. Bir 20 santilik chaka tashlab, ustiga 5 sant stesh qo'ydik. Patolog ishladik, endi ham pergoletga bo'ldik. Stenasi neda? Patrovlar. Endi ustalar ishlayapti yana. Ustalar hormanglar. Bir tualet. Bir tuvalet bo'lardi. Kichkinagina. Bu yoq sklad, yana bir magazin xudo xolasa. Shuni deb turibdi egasi. Bir ham katta eshik quriladi. Bitgandan keyin xudo xolasa uni ham chiqaramiz. Ayni eshik qurilgan. Sirtini podmak, sement suv qurilgan. Meni Jonibek usta ishlayapti, podogonni qo'yib. Usta baharma. Pena chiqmayapti. Bir ham yana podperyolar bo'ldi. Plastik. Bu yoqda ishlanmadi. O'zi normalda ishlamadik shuning uchun. Bir ham steyshki bo'ldi, 20 sant chakka tashladik. Tram bo'lib keldik. 5 sant steysh qo'ydik. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aytaverasizlar bemalol. Telefonlashib bergan bahasi yoqsa borib ishlab beramiz. Agar siz videoni shu o'rnacha ko'rgan bo'lsangiz, demak yaqinda remont ishlatacaksiniz. Buning uchun ishlatish kerak, Zafer. Pastdagi telefon nomerlariga aloqa chiqib berish kerak. Katta tezlikda bo'lib berish kerak, like bosib berish kerak. Voh, xarob ey, yardım sen. Qachon bitadi endi xudo xolasa? Xudo xolasa 2-3 kundan bitadi. Obunachilar ham qisqa videolarni so'rab turibdi sendan, trendoviy. Tez arada chiqadi. Bu ham tez arada chiqadi. Ey, молодец. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Dillarim ham kelishmayapti.